Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. 26-yil 22-avgust holatida Toshkentdan katta holatini ko'rishganmiz. 2000 holatini ko'rishganmiz. Juda ideal qilib ko'p holatlarda ideal holatda. Bunga sifatli pishganlardan ko'rsa, nima paxtadan bilan aloqasi ko'rasizlar. Yo'q esa pishganlarimizdan yuklanadi. Görüşlerim. Bunga shunday sifatli pishganlardan kelsa, bemalol paxtadan bilan aloqasi ko'rasizlar. Tariximizga başka yüklanib oldu. Yüklanib namin yuklayapti. Tomonda havo mashinamiz esa hozir yuklash boshlashdi. Endi Andijon ketadi. Kimga xomush so'raganlarga xomushlarimiz ham bor. Narxlari 350 so'mdan. Pishganlarimiz esa joyida 750 so'mdan. Razmerlariga keladigan bo'lsak 25 ga 6,5 razmerdagi odot ishlari. Bemalol olib qochib ko'rasizlar.